Tarozidan xudo xohlasa video syomka qilamiz. Boqma bu qalava. Tarozidan video bo'ladi akalar. Qani? Egasi aytsa sizlarga ko'rsatib beramiz necha kilo kelgan. Necha kilo aka? Necha kilo aka? Aytirammi? 584 kilo keldi akalar. 584 kilo. Katta boqa. 584 kilo. Aka sotildimi bu? Sotildimi bu aka? Sotildi. Necha puldan? 61,5 dan? 61,500 so'mdan mana orqalarni yutamiz. 61,500 so'mdan. 554 kilo. 61,500 so'mdan. Mana malımız. 61,5'dan. Beğenmiz aka bunu. Qani? Kilosini aytsa, ko'rsatib beraman sizlarga necha kilo kelishini. Aka kilosi aytiladimi? Kilosi aytiladimi? 393 kilo ekan akalar mana. 393 kilo. Mana molimiz holat. Taroziga semiz molimiz kelyapti. Akalar sotildimi bu? Necha puldan? 61 dan haligi ikki olib bittasi. Haligini bittasi, ha? 70 million. Ha. 61 mingdan. 61 mingdan. Qani mana taxmin qilib turasizlar. Necha kilo keladi? Hozir mana aniqlik kiritib o'tamiz. Arkani nima qilishyapti? Hozir mana. Bolam ko'payib ketdi, uchashganda. Torta. Hozir aniqlik kiritamiz akalar, mana ko'ringlar. Vol taroz to'xtamayaptimi, nima bo'lyapti? Qaysi kanal bu? Chorva tayin degan kanal bor ekan. Yangimi? Ha. Necha puldan bu? 61 mingdan. 61 mingdan bo'pti. Hozir mana tarozi 667 kilo. 667 kilo bo'lsa kerak. 667 kilo. 667 kilo kelgan molimiz mana. Endi navbat xulojinga. Aka bu sotildimi endimi? 300 kilo keladimi bu xulojinimiz? Aka xulojinlar kiloga necha pul olyapti? Aka necha kilo keldi bu? Necha kilo keldi bu? 341 kilo. 341 kilo ekan. Men o'ylagandan kattaroq xunojin ekanda bu.
Aka sotildimi bu? Sotildimi aka bu? Kilosi aytilmaydimi? Kilosi aytilmas ekan akalar. Sotildimi aka? Keyingisini akalar ko'ramiz, qani? Ko'ringlar. O'z tushib oling o'z tarozdan. Şöyle 110 kilo. 410 kilo. Aga. Var tarazını yukarı. Neç bundan sotildimi bu aka? Aka sotildimi bu? Neç bundan? 59 yarımdan. 59.500 so'mdan mana. Gelin köpeğimi vereyim. Bo'ldimi? 431 kilo. Aka neç bundan bo'ldi bu? Addendi bu. Kesem benim olsun. Aka neç bundan sotildi? 62 yarim? Bu Hindiston bo'yini ekan bu lekin 62 yarim ming deyapti. 62 yarim. 62 yarim ming eshitmadim-da lekin 60 ming 61 ming bo'lyapti. 62 yarim mingdan sotildi lekin yaxshi. Yaxshi. Aka neç bundan sotildi bu? 59 dan sitkasi ham bormi? 5 kilo? 59 dan 5 kilo sitkasi bilan. 59 dan 5 kilo sitkasi bilan mana akalar. To'rt kilo oshiqroq kelsa kerak. 430 kilo atrofida. Mol tortish ham oson ish emas mana. Aka necha kilo keldi? 446 kilo. 446 kilo mana. Sho'x ekan mol. Sho'x mol ekan, sho'x. Yo'qasi ham bo'lib turadi endi bozorda mana. Oson emas. Aka necha puldan sotildi? Necha puldan sotildi? Ha, turishiga 37,5. 37 million 500 ming so'mga olingan bu ham necha kilo kelarki mana ko'ringlarchi. Necha? 500 597 kilo. Sarkam 600 kilo mana. 37 millionga. Aka necha puldan sotildi? Aytib bering narxini mashinasini. Aka siyot berdi bular. Necha kilo aka? Ularga yaxshimi? Boş. Haydayım da siz. Aytilmadi, kilosini ham aytishmadi. Lekin zo'r mol aka. Aka necha kilo keldi bu? 585. 585 deyapti. Aka necha puldan sotildi bu? Ha? Necha puldan sotildi aka? Kimdir bilaman? Aka necha puldan sotildi bu? Bilmiyorum, ulardan sonra kurası ko'tarishdi. O oldidan sonra Hech yo'q kilosini bilaylik, o şekerden sonra boshqatdan chiqamiz aka.
kilo 460 kilo olsa kerak. Yana boshqatdan chiqamiz aka, uzr. Nimadir bo'lyapti bu yerda. Tarozimiz yaxshi ishlamayapti shekilli. Qanaqa dush? 505 Aka sotildimi bu? Sotilmadi. Buni ham shunchaki kilosini ko'rishar ekan. Aka necha pul narxi aytilyapti mana shu molga? 29 million pul berayotgan bu qo'y ekan. Mana hozir ko'ramiz. Qani necha kilo? Aka kilosini aytsa, bilamiz hozir shuni ham. Aka necha kilo keldi? 505 kilo kelibdi hozirgi molimiz aka. Mana 505 kilo. Zo'r kelibdi lekin. Men 470 kilo, 460 kilo kelsa kerak edi u. Aka necha kilo keldi? 29 million so'm kelgan mol. Zo'r mol ekan mana shu mol. Davom etamiz aka, davom. Aka sotildimi bu? Necha pulga? Olishibdi, lekin narxini bilmas ekanlar. Shunaqa gaplar akalar tarozida. Aka necha puldan bo'ldi bu? 5 pul oldi. Yana bir yarim olingan molimiz hozir kilosini bilamiz. Buni sen aniq aytsa kerak. Kimdir aytadi, kimdir aytmaydi endi. Taroziga necha pulga olganini yoki narx-navosini. Tarozining kilosini ham aytib kelmagan odamlar ko'p. 21 million 500 mingga olingan molni hozir aka 360 kilo taxmin qilyapti. Üç 385 kilo kelibdi mana. 21,5 ga. Rasan arzon bo'ldi lekin zo'r bo'ldi. Akalar sotildimi bu? Sotildimi? Buni ham kilosini aytamizmi yo'qmi bilmayman endi hozir. Mana. Shunaqa gaplar akalar, bozor to'la mana semiz bor. Taroz narxlari shunaqa 60 ming, 61 ming, 62 minggacha ko'rdim bugun. O'tgan vaqtida rozi bo'linglar akalar. Xudo xolasa boqmay qolgan videosini ham albatta ko'ringlar. Kelgusi videolar yana qiziqarli va sizlarga manfaatli videolar berishga harakat qilamiz. O'tkazgan vaqtida rozi bo'linglar.